Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan DLS Jaloliddinov o'zi kanali. Bugungi videoda biz mana shu yangi bir tanishim sovg'a qilgan akkauntni obzorini ko'rib chiqamiz. Bu akkaunt o'ta ideal. Buffon 94 lik karta, 90 ga 93. Tezliklar ham super. Van Dijk 94 ligi 400 va takling 94 darajada. Kim Min-jae deyarli full bo'lgan 93 kartasi 400 va takling 96. Udarlari 57 bo'lgan. Saliba deyarli full bo'lib qolgan, u ham 300 chiqqan, lekin tezligi va tezlanishi juda past darajasi 90 bo'lib ketgan. Va bugungi videoda mana shu Salibani full qilamiz. Xo'p, Rodri ijodga kuchaygan, +11 qilmoqchi bo'lgan, lekin +11 qila olmagan. Xo'p, keyingi futbolchimiz Toni Kroos 100 ham chiqmagan undan, hattoki zarba, pas, kontrol darajalari juda yaxshi. 99, 98, 96 va tezliklari ham normal darajada kuchaygan. Griezmann super kuchaygan, 95 lik kartasi 300 chiqqan. Tezlanish, pas 97 dan va stamina, chidamlilik darajasi 94. Griezmann 95 holatda. Sadio Mane uncha kuchaymagan, bittagina 100 va udarlari 93, kontrol 96 bo'lib ketgan, tezlanish 96. Messi 99 lik kartasi 600 holat chiqqan va takling, ya'ni to'pni olib qo'yish 81 bo'lib ketgan. Kylian Mbappe 92 darajada va tepadan 400 chiqarilgan. Zarba va kontrol, texnika umuman tushmagan desa ham bo'ladi. Cristiano 300 chiqqan, 98 lik kartasi, pas 98, tezlanish 97, stamina 92. Hop, zaxiraga o'tamiz endi. Rafa Varan 100 ham chiqmagan. Upamecano 90 lik kartasi, takling va str darajalari 98 dan. Baribir qachondir sotib olamiz va DLSda umuman bir marotaba qanchadir vaqtgina sariq bo'lgan Rodrigo 100 chiqmagan, lekin juda yaxshi kuchaygan. Menimcha 50-50 bosilgan bu vaziyatda. Texnika va fitness kuchaytirgichlar. Bu futbolchi second striker, ya'ni SS ham emas va SF ham emas. Lewandowski juda xunuk kuchaygan, texnika bosilgan 100% deyarli. Kontrol, pas, zarbalar darajalari 100 dan bo'lib ketgan. Buni mana bu yerda yarim himoyaga qo'yib o'ynatsa, yaxshi o'ynasa kerak, chunki hujumda umuman o'ynay olmaydi. Benzema ham xuddi shunday, texnika juda ko'p kuchaytirilgan, fitness ham bosilgan. Zarba 99, kontrol va pas darajalari 96 dan bo'lgan. Buni hujumga emas, albatta mana shu yerga yarim himoya o'rtalariga qo'ysa yaxshi. Hali 400 va zarbasi 98. Mana shu yerda. Va Salah 300 va str darajasi 95. Hozir fitness kuchaytirgichlarimiz bor va ularni barchasini Saliba va Salahga jo'natamiz, to'g'riroq kuchaytiramiz. Salahni nega kuchaytiryapsiz deyotganlar uchun, Salah bu vaziyatda fitnessga kuchaytiryapsiz deganda 95 bo'lib ketgan, fitnessga kuchaytirmaslikning o'zi ham xato. Va bizda 8 ta oq va 3 ta ko'k kuchaytirgichimiz bor. 2 ta ko'k kuchaytirgichimiz bor va biz ulardan faqatgina 2 tasini ishlatamiz. Xo'sh, Salahni kontrol, pas darajalari ham ancha yaxshi. Xo'p, kuchaytirish 2 taligidan birinchisi. Hop, 97 stri va tezliklarga tushmoqda. Saliba menimcha 2 ta tezligidan 100 ham chiqmay qoladim deyman. Salibaning tezligi 96, Salahda 99 str bo'lmoqda va aniq endi William Salibadan 400 holati chiqmaydi. Xo'p, baribir bosaveramiz va Salahdan 400 chiqarib oldik. Menimcha Salah endi juda yaxshi kuchaydi. Kontrol darajalarini 92, udar darajalarini 96-97 qilib olsak, juda yaxshi kuchaygan bo'ladi. Xo'p, bizda William Salibani ham pul qilib olamiz endi. Birinchi kuchaytirgichimiz tezligiga va ikkinchisi tezlanishga tushmoqda. Tezlanish 93 va so'nggi kuchaytirish menimcha
va bu so'nggi kuchaytirgich tezlikka tushmoqda va tezlik 98 bo'ldi. 98 tezlik, 93 tezlanish, 100 100 100 3 ta 100 va 3 ta 90 plus daraja. Bu ham yaxshi menimcha salibada menimcha bir 20 tacha texnika bosilgan. Hozir mana bu yerda 9 ta fitness yetmay qoldi. 9 ta texnika ayiradigan bo'lsak, taklin 100 chiqmay qoladi. Endi keyingi videolarda biz mana shu yerda fitnesslar qolib ketdi va biz texnika kuchaytirgichlar yig'amiz va Haaland, Mbappe, Kim Min-jae hamda Muhammad Salahlarni full holatiga yetkazamiz. Bizda menimcha 10 tacha texnika ko'kidan yig'sak yetib qolsa kerak. Keyingi videoda biz Muhammad Saloh, Kylian Mbappe, Haaland, Kim Min-jaeni full holatiga yetkazamiz jigarlar. Albatta sizlarga maslahatim Telegram kanalimga o'tib qoling. Telegram kanalimda yaqinda aksiyalar, turnirlar bo'lib o'tadi. Telegram kanalim silkasi video описаниесida va kommentariyada pin holatida bo'ladi. Albatta videoga like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Hammaga xayr, sog', salomat bo'ling.